Hammaga assalomu alaykum, hurmatli obunachilarimiz. Siz yurtdoshlar Bog'ot avtomarketida Priamo'ga egalardan 2015-yilda ishlab chiqarilgan zo'r sotsiyadagi Gentra mexanika keldi. Shu mashinani sizlarga bir qator yo'sitib o'tamiz. 2015-yil mashina kraskasini egalari 100% rodnoyda tutib bir qator o'zlari uchun yo'sitib olasizlar. Metan gazda o'rnatilgan 4 dona yumshoq balonda qilgan 112 ming kilometr yurgan, klaplarga kulish demagan 906 mejiklar pultlari bor. Obshivkasi kojadan, rollar almashtirilgan, yaxshidan chexol poliklar ham gizilib, salon qismlari bo'shatildi. Orqa tarafida o'rtasida fara, zadniy kamera qo'yilgan. Mashina bahosi 87 million so'm. Ustuna egasizlar, mashina egasini chaqirib qaraman, o'zlaringiz egalari bilan savdolashib, gaplashib olasizlar. Avtokreditda 23 million bilan chiqadi, plus оформленияsi отдельно elektrolavı 3 million 700 dan 3 yil. Partiya va mashtardan kelib, partiya kitsayz bo'ladi. Xullas, har xil variantda savdolanib beramiz. Kim uchun Gentramiz qiziq bo'lsa, Bog'ot avtomarketga murojaat etaversin.